Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib boruvchilar. Hop, 25 kilovatli katyolimizda inshaalloh chimyonga o'rnatib berdik. Hop, 50 gradusga olib chiqdi, xudo xolasa. 2 etajli zdaniya, примерно 200-250 kvadrat atrofida joy bor. Xudo xolasa isitib berdi. Hop, penalma ko'mirda semichka. Semichka ko'mirda ishlab turibdi hozir. Qonushlari va zo'r. Yangi yonib turibdi. Bunlar o'tda ham zo'r. Shunaqa sifatli katyolar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beramiz akalar. Sistemalarni ham chiroyli qilib, xudo xolasa qilgan ekan. Yo'lda 40-50 asro ekan. Bu qaytdiki bu? Birinchi etaj. Birinchi etaj. Ikkovi ham birinchi. Ikki xil ko'rsatyapti bitta. Ha, birinchi etaj ikkita. Yargisi ikkinchi etaj ikkita. Nima? Xudo xolasa yurasiz. Yo'lda 52 yurasiz. 9 kilovatli televizorlar. Shunaqa katta yo'llar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz.